3,5 yildan beri. 4 yil bo'ldi, по-моему, shunday 4 yil. Men faqatgina chizishni o'rganganman. Har doim niyatni to'liq yozishga harakat qilaman. Qancha tili ketdi? Globalniy eng asosiy deb deyman. Minusga kirib ketgan. Oila minusga kirib ketgan. Bizni mana shu 2 kundan bir kun kecha gaplashdik. Bunga qarshi joyi bormi deb so'rashadi. Ayollik jozibasini ochadi. Lekin rasm chizish orqali siz boshqa qobiliyatlaringiz ham ochiladi. Qangi hozir va shu yerda holatga kelasiz. Ochiq gapirgan bo'lsam, 4 ta farzandimdan просто ko'chib qo'yaman. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizni Sakina bilan birga olib boramiz. Assalomu alaykum. Ular 4 yillik sakralniy geometriya asosida o'zlarining ustlarida chuqur ishlab keladilar. Bugun mana shu sakralniy geometriya o'zi nima uchun ishlatiladi, shu haqida bizga chuqur tushunganlarni bizga tushuntirib beradi. O'zim yashab o'tib boshimdan o'tkazganlarimni. Rahmat sizga, rozi bo'lganingizga. Sizga ham rahmat. Demak, biz savollarni boshlaymiz. Men yozib keldim bularni. Xo'p. Sakralniy geometriya deganda ko'pchilik nimani noto'g'ri tushunadi. Sizda bo'lsa men ham boshida noto'g'ri tushunganman. Bu bilim shaklmi, ramzmi yoki ong osti tilimi? Shu haqida to'liq. Sakralniy geometriya birinchi o'rinda aytib o'taman har doim dinga bog'lashadi. Dinga bog'liq joy bormi? Bunga dinga qarshi joyi bormi deb so'rashadi. Absolutda dinga qarshi joyi yo'q. Har doim shu narsani aytaman. Yigitdan topilgan 7000 yil avval Yigitdan topilgan, lekin Yigitga aloqador joyi yo'q. Prosta etdan topilgan. Ucho'nlar hali ham shu darajada keng narsaki, bu shuncha yildan beri ucho'nlar haligacha tagiga yetib bormagan. U butunlay o'rganib bo'linmagan. Masalan, mana okean ham butunlay o'rganib bo'linmagan-ku, chuqur narsa bo'lganligi uchun. Bu ham shu darajada chuqurki, hali oxirigacha o'rganib bo'linmagan. Bu ham shakl, ham tvorчество, nima deydi, ayol kishini har doim tvorчество yaratish orqali o'zini ayollik energiyasini ochadi, ayollik jozibasini ochadi va boshqa qobiliyatlarni ham ochadi. Faqat rasm chizish bundoq qaraganingizda oddiy narsaga o'xshashi mumkin, lekin rasm chizish orqali siz boshqa qobiliyatlaringiz ham ochiladi. Hayotda o'zingizga yaratishni o'rganasiz. Chunki rasmdan boshlab yaratasiz, rasm yaratayotganingizda oppoq qog'oz bo'ladi. Oppoq qog'ozga chizishni boshlaysiz. Nimadir yaratishni boshlaysiz. O'sha paytda o'sha ongingizda shunaqa narsa paydo bo'ladiki, hamma yo'q narsadan bor narsa qila olarkanman degan narsa paydo bo'ladi. Bu faqatgina nima deydi, sakralkadan tashqari ongingizda yana boshqacha har xil o'zgarishlar ketadi hayotga nisbatan. Demak, ayol kishi masalan o'zini ichidagi qobiliyatlarini ham ko'rish mumkin ekanda. Ochadi, shu orqali ichki qobiliyatlaringiz ham ochiladi. Keyin tvorчество yaratish bo'lgandan keyin yumshaysiz, ancha yumshagandan keyin yumshoqlik orqali jinsingiz ham ochiladi yana ham yumshaysiz. Ong osti bilan bu juda ham chuqur ish ketadi, chunki chizayotgan vaqt o'zida shunaqangi hozir va shu yerda bo'lgan holatga kelib qolasizki, prosta men har doim chizayotganda spokойно chizishga harakat qilaman, absolutно jimjit bo'lgan holatda. Tinchlanib oppoq qog'ozga, hech narsa yo'q qog'ozga chizishni boshlaganingizda, men bu dumaloq chizayotganingizda shunaqangi hozir va shu yerda holatga kelasizki, butunlay o'tgan hayotda, oldingi hayotga, o'tgan hayotda o'ylaganimizda nimaga kelamiz? Qanaqadir xafagarchiliklar yoqiladi, nimalardir o'ylaymiz, qayerdadir g'azablanamiz, nafratlanamiz, kimlardandir, qaysidir vaziyatlardandir. Oldingi hayotda o'ylaganimizda oldinga qarab xavotirda bo'lamiz. Nimadandir qo'rqamiz, qayerdadir ulgurmaymiz yoki nimadir qila olmaymiz deb qo'rqamiz-da. O'sha chizayotgan vaqtingizda butunlay hozir va shu yerda holatiga kelib qolasiz. Butunlay o'zingizga ulanishni boshlaysiz. Hozir va shu yerda holatga kelganingizdan keyin chuqur ichingizga kirasiz o'sha. Butunlay o'zingizni anglashni boshlab atrof muhit unutiladi. Butunlay atrof muhit, orqa, oldi hamma narsa unutiladi. Hozir va shu yerda bo'lgan holatda shunaqa mazza qilish holatiga kelasiz-da. Ana o'sha yerda boshida bu uncha bilinmaydi. Boshida chizayotganda gazeta bir oila, naverni 1 oy 40 kun odam prosta chizayotgandek bo'ladi, lekin 1 oy 40 kun ichida men o'zimda shu narsani anglashni boshlaganmanki, qaysidir narsalarga nazarim o'zgarish boshlagan. Menga o'zi bitta boshidan aytib berdi. Sakralka menga qanaqa kelib qolgan boshda. Hayotimda juda ham qiyin vaziyatda qolib ketganman-da. Ochiq gapirgan bo'lsam, 4 ta farzandimdan prosta ko'chada qolib ketganman.
uysiz, pulsiz, hech narsasiz, просто ko'chadaman. 4 ta farzandimdan просто ko'chadaman. Pulim yo'q, hech narsa yo'q. Milliarder anaqadan. Chunki men bilaman. Milliarder holatida yashagan holatda hayotda har doim hamma narsam bo'lgan. Eng zo'r mashinalar, eng zo'r uylar, eng zo'r putешествиялар. Misol 4 yulduzli gостиницani hayotimda ko'rmaganman. Faqat 5 yulduzning eng zo'rini uni hamda. Uni ham anaqasi bo'ladi, pas bo'ladi. Eng zo'r inomarkalarda yurganman. Har doim qo'limda просто tak ishlatishimga katta summalar bo'lgan. Просто hech qancha vaqt o'tmasdan ko'chada 4 ta farzandimdan qo'yaman-da. Qo'limda bir tiyin pulim yo'q. Ana o'sha vaqtda menga sakalka kelyapti. O'sha narsa menga shunday podskaska bo'lib kelyapti. Chizishni boshlamayman, o'sha holatdan chiqib ketyapman. Просто o'tirib o'sha narsani yashashga временный joy topolmay boshqa narsa qilmayman, lekin ana o'sha vaziyatlar menga nimaga berilayotganligini ko'rishni boshladim. Chizayotganimda hozir va shu yerda bo'lish holatiga kelib, nimaga o'sha vaziyatlar menga berilyapti? Hozirgi vaziyatga nimaga tushdim? Qayerda men qanaqa xatolar qildim? O'tgan hayotimni ko'rish boshladim. Qayerda men qanaqa xatolar qildim? Nima uchun shu narsalar bo'lyapti? Kelajakni ko'rish boshladim. Chizayotganda chunki men xavotir, nima deydi, abidalar, hamma narsa chiqib ketgandan keyin miyamdan bu yerda menda ясность paydo bo'ldi. Ясность ума, ясность сознания paydo bo'ldi-da. Ko'rish boshladim. Nimaga meni hayotimda hozirgi vaziyat berilyapti? Shu orqali men shunaqangi kirib ketdimki, uni ichiga rezultatini ko'rib kirib ketdim. Menga hatto buni hech kim tushuntirib bermagan. Bu o'zi nima bu? Sakalka o'zi nima? Nimaga ishlanadi? Qanaqa ishlanadi? Men faqatgina chizishni o'rganganman bitta ustozdan. Sakalkani qanaqa chizish ketma-ketligini o'rgandim. Всё. Asosini o'rgandim. Asosini chizish asosini Hammasi o'rgandim. ijod. Da. Ijod maqsadi o'zingizda shaxsiy. Bular hammasi bulardan o'sha to'ristadan oshiq chizganman. Bunaqa kartinadan to'ristadan oshiq bo'ldim. 4 yil ichida. 4 yil ichida to'ristadan oshiq bo'ldi. Juda ham ko'pini o'sha tarqatib ham tashlaganman. Juda ham ko'pini yo'q yuborganman. O'sha bo'ldi, his qilmay qo'ydim. Bu misol uchun bu yerda намерение, maqsad qo'yib chizganman-da. Ularni men yashab o'tganim o'tib ketdim. Bo'ldi, menda o'sha kerak emas, ularni yo'q yuborganman o'sha. O'sha paytda shunday sakalka kelgandan keyin ongim shunaqa tozalandi. Qarashlarim shunaqa o'zgardi. O'sha paytda bir oymi 40 kun chizganimdan keyin o'sha shunaqangi bir ham ichiga kirib ketdim. Nazarim o'zgarayotganligini ko'rib, do qarayapman-da, o'sha men ko'rayotgan vaziyatni voy, men bunaqa ko'p voy deshib boshladim-da. Shu darajada bizda berilgan tarbiya programmalar orqali qarab kelar ekanmiz har bir vaziyatga. Bu vaziyat, misol uchun, mana vaziyat turibdi, uni 360 gradusdan ko'rsangiz bo'ladi u vaziyatda. Lekin biz faqat bitta tochkadan ko'ramiz. Bitta tochkadan bizga berilgan ongimizda, ostimizda turgan programma orqali ko'ramiz-da, faqat. O'sha orqali biz o'tda bir dona yechim ko'ramiz faqat. Sakalka orqali menda 360 gradusdan har bir vaziyatga ko'rish boshlandi-da. O'sha paytda hamma narsa shunaqa oson yengil edi. Chiqib kelish boshladim. Demak, darslaringizni tez anglab tashlagan ekansiz. Darslarni juda tezlikda anglashni boshladim. Har bir menga berilgan darslarni tez moment. ham o'ylab yurmaslik, ham o'zim tortib olishni boshladim даже. Qaysidir maqsad qo'yaman, masalan, shartsizlikka ko'p chizdim boshida. Shukronalikka ko'p chizdim. Masalan, shukronalikka chizayotganingizda sizga просто shukr qilish ishingizga olib kirib qo'yilmaydi. Sizga vaziyatlar beriladi. Shukr qilishni o'rganadigan vaziyatlar beriladi. Shunaqa og'ir vaziyatlarga tushasiz o'sha paytda. Tushganman, juda og'ir vaziyatlarga ko'p tushganman-da. U paytda o'sha vaziyatga har qatda shukr qilishni o'rganganman. Vaziyatda qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar shukr qilgan narsam shu darajada ko'pligini ko'rish boshlaganman. Prям his, даже ko'z yosh darajasida shukr qilishni o'rganganman o'sha paytda, shukr kelgan. Demak, bu hissiyot darajasida ishlanar ekan. Hissiyot, keyin misol uchun shartsizlikka chizganmanmi? Menga berilayotgan vaziyatlarda shartsiz Allohga ishonch, shartsiz o'zimga ishonch, shartsiz hatto vaziyatni sevishim, shartsiz o'sha vaqtda insonlarga shartsiz munosabat bo'lishim. Har bir insonda shu inson Alloh
shu inson orqali menga shu gaplarni gapiryapti, shu vaziyatlarni beryapti deb ko'rish boshlagan o'shanda. Ana o'shanda shartsizlikka kelgan. Demak, men shartsizlik yetishishim kerak. Hozirgi kunda misol uchun nima bo'lgan taqdirda ham umuman почти asabiylashmayman. Nima bo'lgan taqdirda ham просто явно har bitta insonni mana siz meni oldimga kelganingizda ham Alloh meni oldinga sizni jo'natdi deb tushunaman. Har bitta so'zingizni og'zingizdan chiqayotgan so'zingizni Alloh menga gapiryapti deb tushunaman. Har bitta hayotimda bo'layotgan vaziyat, kimni uchratgan taqdirda ham, qanaqa vaziyat bo'lgan taqdirda ham men tushunadigan tilda Alloh bilan gaplashyapti deb tushunaman. Agar qanaqadir urush janjal bo'lsa, xudoga shukur, hozir hayotimda umuman yo'q unaqa narsa, lekin oldin bo'lardi. Urush janjal bo'lgan bo'lsa ham, значит men hozir o'sha narsani faqat urush janjal bilan tushunyapman. Qanaqadir krizis bo'lsa, значит men o'sha tushunishim kerak, olishim kerak bo'lgan dars faqat krizis orqali ola olaman. Hozir boshqachasi ola olmayman. O'shanda ham asabiylashmayman, o'sha tushunaman. Hammasini darsni qabul qilarkansiz. Hammasini darsda, o'sha absolyut hatta qadamim o'tib bizda deyiladi, sinov deyiladi-ku, men bu narsani dars deb tushunaman. Har bitta qadamim dars men uchun. To'g'ri, sinovim даже. Keyingi hayotim uchun men bugun qanaqa o'shandan o'tishimga qarab, meni keyingi hayotim operatsiya qilinadi. Sakralniy geometriya bilan ishlaganda insonni qaror qabul qilishiga hozir qanaqa ta'sir qiladi? Mana masalan qarang, mana chizmoqchimanda, или mana ko'rib turgan kimdir sizni ko'rdi, chizmoqchi, qaror qabul qilishiga qanaqa, masalan har xil variant turadi-da. Asl o'zini odam eshitib qiynaladi. Mashinaki, mana bu gapmiki, aqlmi, ongmi deyshadi-ku. Masalan, menda ham shunday bo'ladi-da. O'sha asl ichki ovozini qanaqa ajratib oladi? Mana shu iminni sakralniy geometriya chizish orqali. Asl ichki ovozi nima? 100% ajratib oladi. Hozirgi kunda men ayta olamanki, to'shta men o'zim orzu qilgan hayotda yashayapman. Qanaqa keldim hayotga? Ayni o'zimni ichki orzu, o'zimni ovozimni eshitib. Mana bu shu ichki ovozni qanaqa ajratib oladi? Chizgandek sari men boshida chizganda nimani chizishni boshladim? Ichimdagi musor bo'shatishni boshladim. Mana stakanimizni bizda o'sha quyilgan bo'ladi. Shu vaqtgacha, misol uchun men necha yoshda, 30 nechidir yoshda keldim shu sakrakaga. 37 yoshman, 38 yoshman. 37 bo'lgan ekanman menimcha. O'sha vaqtgacha menga o'sha stakanga quyilib bo'lgan, qancha kir suv quyilib bo'lganda, uni bo'shatmasdan men ustiga toza suv qo'yganim bilan uni foydasi yo'q. Uni juda ko'p vaqt ketadi. Umrim balki oxirigacha ketib qoladi, чтобы men uni tozani kirib chiqarib olishim uchun. Birinchi o'rinda men butunlay negativlarni hayotimdan chiqib ketishiga, xafagarchilikdan chiqib ketishiga, meni hayotimda kerak emas bo'lgan har xil vaziyatlardan chiqib ketishiga, hamma musor tozalashga ishladim. Musor, har xil programmalarni, ongi ostidagi musorlarni tozalaganimizdan keyin, ongi ostida nima o'zi bizning flashkamiz. Butun hayotimiz davomida даже просто eshitgan narsamiz ham ongi ostimizga yozilib boradi. Просто eshitgan narsamiz hamda, тем более yashab o'tgan qo'rquvlarimiz bor bizani. Bizani yashab o'tgan qo'rquvlarimiz bor. Har xil programmalarimiz bor-da ongi ostida. O'shalarni tozalashga boshladim birinchi bo'lib. Ularni tozalayverib, oxiri istiniga yetib kelasiz, asl o'zingizga yetib kelasiz. O'sha programmalar. Даже programma tugashi ham, наверное, tugashi mumkin emas deb o'ylayman, chunki yer yuzidamiz baribir. Inson tanasida yashamamizni, bittasini tozalaganimizda baribir keyingisi yig'ilib turadi. Lekin o'sha asosini anglagan holda yashagan bo'lsangiz, bu darajada yig'ilmaydi. Karma desam, karma yig'ilib boradi deydi misol uchun. O'sha tozalanganingiz sari asl o'zligingizda nima bor? Asl o'zligimiz biz sevgidan yaralganmiz, to'g'rimi? Ruhimiz toza. Hayotimiz davomida bizani ongimiz kirlanishi mumkin, lekin ruhimiz har doim toza bo'ladi. Ruhimiz tanlagan yo'ldan ketish boshlaganingizdan keyin erta o'sha sizda karma rol o'ynamaydi. Kimgadir yomon nazarda qaramaysiz, kimgadir ichingizda g'azab bo'lmaydi, ichingizda kimgadir xafalik bo'lmaydi. O'sha hamma narsani Alloh tarafdan berilyapti deb tushunish boshlaganingizdan keyin asl o'zligingizga qaytganingizda, asl o'zligiga qaytish o'zi nima? Qalbi eshitish, ruhi yo'ldan ketish, qalbi yo'ldan ketish, o'zingiz xohlagandek hayotda yashash. Musorda tozalangandan keyin o'sha bo'ldi, o'zingizni ko'proq eshittirasiz. Men maslahat beramanki, birinchi o'rinda musor tozalab olish. Menga ham shunday ichimizda yig'ilib to'xtatmasdan chizing degansizda, eslayman. 2024-yilda, hozir shuni ham aytib ketaman. Yil oxirida doimada nimadirlar bo'lib ketar ekanda, o'sha paytda ular aytganlar, menga chizing deganlar. Faqat chirnayga chizganman. O'zidan o'zi hayotimda nimadirlar ochilib ketganga o'xshagan. Anaqa. Primo
buni o'ylasam shu hayotimga kirib kelishni boshlaganda hayron qolganman. Rosa katta kursda o'qiganman. Men hurmat qiladigan ekspertlar bilan primo uchrashganman. Hayron qolganman-da. Mana shu shunaqa bo'ldi. Amir Rashidovich ko'rishganman, lekin qachondir bo'lmaydi deb o'ylab qo'ygan narsalar. Lekin u ham shunaqa qanaqa mo'jizali bo'lganki, hayron qolaman. Haligacha eslasam, voy deyman. Lekin shunaqa bo'lgan. Ichim qanaqadir boshqacha, boshida faqat yig'laganman, tushunmaganman. Keyin prosta ochilib ketgan. Shunaqa his bo'lgan. Havada tozalanish har xil yo'l bilan. Kimdir misol uchun yig'lab chiqara olsa, kimdir anglab chiqaradi, kimdir uxlab chiqaradi. Kimni ongi nimaga tayyor bo'lsa, aytiladi bizni ko'tara oladigan sinovdan ortig'i berilmaydi deydi-ku. Bu yo'ldan shunaqa kim qaysi yo'lda ongi tayyor bo'lsa tozalanishga, shu yo'l bilan tozalanib ketaveradi. Bu sakralka, bu o'zi sakralka emas, bular u 3-4 etapdagi chiziladigan narsalar. Bu вообще eng oxirgi kartinam-ku. Sakralka o'zi chizish juda ham oson, juda ham oddiy. U oddiy oq qog'ozga dashaman bu A3 qog'oziga chiziladi. U birinchi etap, har doim tozalanish kerak bo'lgan etapda A3 qog'ozni beraman. Keyingi etaplarda o'sha tozalanib bo'lgandan keyin bu namerение, maqsad qo'yib chizamiz o'sha. Maqsad bilan tagiga yoziladi to'liq. Maqsadda har doim niyatni to'liq yozishga harakat qilaman. O'zim ham to'liq yozishga harakat qilaman. Hech qayerda misol uchun bir dona so'z bilan emas. Mana shu oldi ham to'la bo'ladi, orqasi ham to'la bo'ladi. Keyin o'sha ustidan sakralka chizamiz, keyin ustidan bo'yab turib narsalar chizamiz. Shu paytgacha chizib kelgan hamma kartinamda realni o'zim yashab o'tib, o'zim his qilib yashab o'tib, tri tajribalar, tri bilimlar. Haqiqatda shunaqaga chizganman, shuning uchun buni nima deydi, ta'mini bilaman. Mendagi bilim o'qib, qayerdandir olingan bilim yo'q. Menda diplom yo'q. Men professionalniy qanaqadir diplom bilan hayotda olingan tajribani ustunroq qo'yaman. Da, u ham yaxshi, uni ham yomon demayman hech qachon. Misol uchun o'qib turib bilim olganam ma'zaman. Lekin hayotda, ya'ni aytadi-ku, tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib. Hammasini yashab ko'rib, o'zingizni tanangizni his ko'rib, даже kimnidir gapirayotganingiz ham sen uni etigini kiyib ko'rmagansan, ko'rgan narsa bor-da. Ammo o'sha har bitta chizganimni hattasi etigini kiyib ko'rganman-da. Odam bitta kartina chizsa, u bilasizmi qancha narsa bo'lib ketadi. Mana turistdan shu kartina shu vaqtgacha. Faras qiluvinglar qancha ketgan. Qancha etikni kiyib tashlabdilar. Xo'p, qarang, keyingi savolim. Ayol bu bilimlar orqali o'z ichki barqarorligi, garmoniyasiga tiklashi mumkin. Chunki aytishadi-ku, ayol kishini holati muhim. Masalan, uydami, ayniqsa garmoniyada. Chunki biz ko'p vaqtimizni uyda o'tkazamiz. O'sha ayolning garmoniyasiga bu qanaqa ta'sir qiladi? Voy, ayol garmoniyasi oilada qanaqa rol o'ynaydi? Mana erini ishiga, bolalariga mana shu garmoniya qanaqa ta'sir qiladi? Asosiy rol. Eng asosiy rolidan bittasi, вообще eng asosiysi deb olaman, takan. Globalniy eng asosiy deb olaman. Ayol kishi состоянияsi. Eng muhimi ayol kishining состоянияsi. U состоянияni nima buzadi? Nima buzishini aniqlasak, qanday uni to'g'rilashini aniqlaymiz. Nima buzadi? Qo'rquv buzadi, xavotir buzadi, xafagarchilik buzadi, g'azablanish buzadi, nafratlanish buzadi. Mana biz ajratamiz-ku, misol uchun nima, jin nima deyiladi? Shayton. Shayton urdi, yo bu aslida jin urdi. Da, jin urdi. Aslida u nima u? O'sha negativni mislida. Insonda negativ o'y xayollari aslida. U narsadan qutulish yo'li inson o'zligiga qaytish. Qachon u narsaga kirib ketadi, qachon inson o'zligini unutganida. Asl o'zini sevgidan yaraganligini unutganda, Allohga ishonchini unutganida, shukrsizlik bo'lganida, neblagodarniy bo'lganida inson mana shu hislatiga kirib ketadi. O'ziniki bo'lmagan asl o'ziniki bo'lmagan programmalarga kirib ketiladi. Ana o'sha programmalardan chiqqandagina u hech qanaqa jin-pin hech narsa ta'sir qilolmaydi o'sha insonga. Ana rostdan ham aytishadi-yu, buni jin kiribdi ichiga bir nimalar. Ular ham уже низкий частоте уже ta'sir etmaydi sizga ularni. Boshqarolmaydi hayot. Boshqarolmaydi sizni. Ong osti programmalar ham boshqarolmaydi. Ong osti programmalarni tozalash kerak birinchi o'rinda.
tozalaganingizda ana o'sha musor deyotganim shu narsada-da. Shunaqa misol uchun hayotda yashab o'tgan tajribamizdan kelgan narsalarni tozalaganimizda ongi ostiligini yashab turib misol uchun bu qo'rqinchli emas yoki umuman u narsaga boshqa nazar solganimizda qanaqa tozalashib etolmaydi. Tozalanish ham просто uni olib bundoq boshingizni ochib tozalab qo'ya olmaysizda. Yo'q, lekin ozgina ishlaysizlar buning uchun. Ozgina emas, yaxshilab ishlash kerak, потому что misol men 37 yoshimda ketishadi-da. Shuning uchun ana qog'oz bilan aytolman, lekin haqiqatda mehnat qilsizlar, zato stoydi. Arziydi. Maza qilib yashashga. Masalan, 37 yoshimgacha qancha men o'zimga programma ishlaganman, qancha musor orttirganman. Men bir deganda bitta darsda misol uchun kelishadi, bitta darsdan keyin globalniy nimadir kutishadi-da. Sehrli palichka, hamma xohlaydigan, hamma orzu qiladigan sehrli tabletka. Da, tabletka. Bitta darsda zo'r bo'lib ketsa-da, bitta darsda ham zo'r bo'ladi. Qancha programma ishlanadi bitta dars o'zida. Sizlar ko'rgan, ko'rmagan, anglagan, anglamagan juda ham katta, juda ko'p keng darajada programma ishlanadi. Lekin ular bitta maqsad qo'yib olishadi, bitta darsni men hozir pulga chizdimmi? Menga ertaga boshimdan pul sochilsin deydi, osmondan pul sochilsin deydi. Lekin o'sha pulli bloklar yechilayotganini, qancha programmasi pulga nisbatan qancha programmasi ketayotganini, qancha ma'lumotdagi qo'rquvlar pulga nisbatan pul kelsa shuna qanaqadir hayot yomon bo'lib qoladigan qo'rquvlar ketayotganini uni ko'rishmaydi. Bular ketgandan keyingina inson hayotiga pul kirib kela oladi. Bo'lmasa misol uchun qarang, pul temasini oddiy tushuntiraman-da. Pul mavzusida hamma katta pul xohlaydi, lekin u pul kelsa inson qanchalik o'zidan qo'rqadi, o'zim buzilib ketaman deb o'ylaydi. Yoki eri buzilib ketadi deb o'ylaydi, yoki atrofda kimlardir nima qiladi, o'g'ri tushadi, bu bo'ladi. Bunaqa o'y xayolimiz bo'lgandan keyin bizga Alloh nimaga pul berish kerak? Alloh bizga faqat yaxshilikni tilaydi. Yaxshilikni tilagandan keyin bundoq qarang, men bunga hozir pul bersam, buni qancha qo'rquvini amalga oshirishga to'g'ri keladi. O'g'ri tushirish kerak buni, o'zi buzilish kerak. Значит, pul kelmaydi o'sha bunaqa qo'rquvlar bilan. Ana o'sha qo'rquvlarni yechilayotganini inson anglamay qoladi-da. Pulga ishladim, nimaga pul kelmayapti? Demak, anaqa har bitta jarayonda aytadi, Xudo eng yaxshisini ravo ko'radi. Mana hozirgi momentga aytdingiz-ku siz boshida. Nimaiki bo'lyapti, janjal bo'lyaptimi, pulsizlikmi, nima bo'layotgan bo'lsa, demak sizga blago bo'lyapti. Ya'ni yaxshiligida. Shu mashi demak bizlar saqlashyapti. 100%. Даже misol uchun pul kelmayaptimi, значит, o'sha pul kelmayotgan holatda siz anglab oladigan narsalaringiz ko'p. Pul kelmayaptimi, pul kelmayotgan vaqtda pulsiz qiladigan ishlaringiz ko'p. Misol uchun oldin благотворительность deganda men faqatgina pul berishni tushunardim-da. Kimgadir pul berish благотворительность. Lekin pul bera olmay qolgan holatimda men tushundimki, bizning elementarni bitta chiroyli kulishimiz ham, odamga ikki oz shirin gapirishimiz ham bu благотворительность, odamning настроениясini ko'tarish. Mana shunaqa narsalardan bizda ko'rmayotgan narsalarimiz juda ham ko'p. Menga hozir bitta anaqa og'izdan olim gapimni shu zo'r anglash keldi. Ko'rsiz, hozir haqiqatda men o'ylardim, oldin pul topsam, bolalarimni o'qitsam, erimga sovg'a bersam, uyga nimadir sotib olsam, shuni zo'r ayolman deb o'ylar ekanman-da. Doim ishlashim kerak deb o'ylar ekanman. Hozir masalan haqiqatda ishlaydigan aniq ishim yo'q, endi bor, u ish emasda menimcha hozir. Lekin aniqni o'ylab o'tirdim, men hozir nima bera olaman desam, ichimdan mamlakatga u boshqadan pastlaniya bo'lib keldi-da. Prosta o'tirib, bolalarimni anaqa mana xotirjamlikda ularga mehr beryapman. O'zim sezyapman. Shu orqali rivojlantirayotgan ekanman ularni. Chunki ahamiyat bersam, hamma bolalarni o'zini topadigan puli bor-da, даже 10 yoshli bolam ham-da. Voy, men shunga o'zimning ichimdagi qanday sabab bo'layotgan ekanman bilmayman. Siz o'zingiz energiya, misol uchun ayol kishining energiyasi beruvchi energiya hisoblanadi-da. Siz nimaga e'tiboringizni energiya nimada? Energiyamiz bizning e'tiborimizda. Ayol kishining energiyasi bu e'tiborida. E'tiboringizni nimaga bersangiz, o'shga energiya berayotgan bo'lasiz, u narsa ko'payaveradi. Bolangizga e'tibor beryapsizmi, bolangizga energiya beryapsiz hisoblanadi. U o'saveradi, yana ham rivojlanaveradi, yana ham kattalashaveradi. Elementarni misol uchun uyda produktga e'tiboringizni berish boshlaysiz. Bo'ldi. Uni ovqat yasaladi o'sha chiroyli. Undan yana produktingizga ko'proq kelish boshlaydi. Uyingizda baraka ko'payadi. Nimaga ayol kishi uyda o'tirib ovqat qilishga, uy tozalash kerak dedi? Uydagi baraka ko'payadi. Ayol kishi uyda o'tirganida o'zingizdan bu narsani bilish kerak, baraka ko'payadi. Men ishlashga qarshi emasman, lekin bu narsani biz ko'chaga chiqib ishlamasdan ham orttirsak bo'ladi. Shu vaqtgacha misol uchun ortiqcha ko'chaga chiqib ishlamaganman, lekin menda har doim baraka bor baribir. Bu ham вообще важный. Qarang, bu bilimni zarari bormi? Masalan, bilasizmi, men kuzataman-da shunaqa bor, mana shu narsani o'zimdan o'tkazganman, bilimlarga вообще berilib qolaman-da, mening hayotim qolib ketadi.
shunaqada ham bo'lgan. Mashinaga juda ham bog'lanib qolish xavfli emasmi? Qarang, birinchi o'rinda bu bilim demayman bu narsani, bu insonni o'ziga ulanishi deyman. O'zingizga ulanishingiz ko'p kam bo'larmikan? Qanchalik o'zingizga ulansangiz, bu shunchalik o'zingizda ichingizdagi bir Alloh nafasini tan olgan bo'lasiz. O'zingizni qalbingizni tan olgan bo'lasiz. Qalbingizda yashashga boshlaysiz. Bu narsaga siz aytganingizdek, bilimni ko'p kammi, men o'zim psixologiyada o'qiganman shu vaqtgacha. Endi shunaqalar ham bor-da, bilasiz. Yotib olib o'qiganman, yillarim, umrlarim o'tgan. Umuman menimda oilam qolib ketgan, uy qolib ketgan, hamma narsa qolib ketgan. Faqat mana shu bilimda yotib olib o'qiganman. Keyinda 2 yil, 3 yil shunaqa o'qidim. Shunda bunday chetga surib turib ko'zim ochib bunday qarasam, o'sha oila barbod bo'lyapti. Hamma narsa minusga ketyapti. Hech kimning bir-biri bilan ishi yo'q, hech kimga bir-biriga mehri yo'q, hammasi orqaga ketyapti. Minusga kirib ketgan, oila minusga kirib ketgan. Pul yo'q, bolalar hammasi o'ziga o'zi prosta hayot yashash boshlagan. Men o'zimga o'zim erta olayotgan bilim u kimnidir bilimi. U bilim to'g'rimi asli? Hozir qanaqa bilim ko'p? Hozir juda ham iskajonni bilim ko'p. Men bunga kirganimdan keyin men umuman o'qishni to'xtatdim. Любой psixolog eshitib turib, men u aslida qanaqa bilimdaligini ko'ra olaman. Asl qalbingizga ulanganingizdan keyin qalb yo'lidagi o'sha bo'ldi. Hamma narsa Alloh ko'rish boshlaganingizdan keyin insonni bittada ko'rganingizda o'qib ola olasiz. U qayerda yuribdi, qanaqa ongda yuribdi, nima qilib yuribdi, qanaqa bilim beryapti, nima uchun beryapti, hamma narsani ko'rib turasiz-ku o'sha. Bu narsani hech qanaqa men hali shu vaqtgacha 4 yildan beri shug'ullanib minusini ko'rganim, bunga butun hayotingizni berishingiz shart emas. Buni bera olmaysiz hamda. Boshida berasiz, boshida prям berilib ishlagan vaqtim 4 oy bo'lgan. 4 oy prям tinimsiz ishlaganman, lekin unda ham o'sha nabor hamma jamlashgan. Men o'zimga qaytish boshlagandan keyin prям hamma jamlash qanaqadir o'zidan o'zi hammasi yo'lga tushgan. Oson yengil, men asosiy hech narsaga harakat qilmasam, hammasi oson yengil yo'lga tushgan. O'sha o'zimga qaytish boshlagandan keyin bo'ldi, hamma yonimga keldi. Bundan men shu paytgacha keyingilari o'sha misol uchun bunaqa ijod qilayotgan vaqtda bunga faqat ijod kelganligini men o'tirib ijod qilaman. Doim emas. Doim qila olmaysiz. Doim uni zo'rlasiz ham o'tirib, mana men hozir chizaman, rasm chizaman, o'tirsangiz kalla tomonga ko'p ketadi, chunki erta aqldan chizmoqchi bo'lasiz. Bu sizni o'sha potokingizni ochib oladi-da. Misol uchun, men tozalanganingizdan keyin prosta o'zini chizib aytamaku, misol uchun 1 oy 40 kun, 2 oy tinimsiz o'shani chizgandan keyin tozalanib bo'lasiz. Musordan tozalanib bo'lgandan keyin potok kelishi ochiladi. Potok ulanasizda, u potok kelgan vaqtdagina faqat rasm keladi. Rasm chizish boshlayotganda даже bilmaysiz qanaqa rasm chiqadi o'zi. Chunki men his qilib olardim. Borardim, shunda tanlab qanaqa rang yo'qotgan bo'lsa shuni bildim, to'g'ri akrilik kraska ishlataman. Qanaqa rang chizasiz? Mana shunaqa kraska ishlatishni bilmasdim, chunki men his qilib olardim. Borardim, shuni tanlab qanaqa rang yo'qotgan bo'lsa o'shani tanlab olardim-da. Qanaqa rang chizasiz, qanaqa gul keladi, uni faqat potokda olinadi. Buni demak hamma ham chiza olmaydi. Buni hamma ham chiza olmaydi deganda nima ma'noda? Bu hamma ham ruh yo'lda ketishga tayyor emas. Hamma ham ruh yo'ldan ketish uchun kelmagan. Kimlardir ruh yo'ldan ketayotgan insonlarga xizmat qilib, ularni hayotda qanaqadir rol o'ynab berish uchun kelgan insonlar. O'shaning uchun ham hamma ham chizishga kelmaydi, hamma ham chizishni tushunmaydi, mazasini ham tushunmaydi ko'pchilik. Hamma bilan ham ishlamayman shuning uchun. Faqatgina haqiqatda ruh yo'lida ketadiganlar bo'lsa, ular bilan ular bittada iladi ham, bittada tushunadi ham, ular bilan Hech narsa kutmaydi ham-da. Da, birinchi o'rinda chunki siz kutayotgan tarafdan berilmaydi bunda. Sizni ongizga kerak taraf beriladi. Sizga foydangiz. Da, sizga eng kerakli foydasi beriladi. Endi keyingi. Hop, bu podkastimizni ko'rgan odam hayotida bitta narsa o'zgartirish kerak bo'lsa-da, u nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Bo'lish kerak bo'lsa. Mana O'ziga ulanishi. zo'r. Birinchi o'rinda eng asosiysi inson qalbida bo'lishi. Aql o'chirish kerak deyman, qalb bilan aqlni simini ulash kerak deyman. To'g'ri, biz bu dunyoda yashayapmiz. Da, tanadamizki, biz o'zimizdan tanamizni boshqarishimiz kerak. Bu aql boshqaradi. Misol uchun, svetoforda qizil yonib turibdi, qizilga qarashimiz kerak, aroga tushib ketmasligimiz kerak. Bular hammasi aqlga.
Shuning uchun aql bilan qalbni birlashtirish va odam o'ziga ulanib olishi, asl o'zligini bilib olishi. Nima uchun o'zi kelgan yer yuziga? Sevgidan yaralganligini. Inson o'ziga kelib olgandan keyin o'zini sevish bo'lgan, asl o'zini sevish. Bizda o'zini sevish deganda даже искаженный qilib berilgan informatsiyalar. Da, lekin aslida salonga borganingiz bilan chiroyli bo'lib qolmaysiz-ku. Aslida o'zingizni ehtiyot qilganingizda, o'zingizga yaxshi qaraganingizda, o'zingizga yomon fikrli xayolingizda olib yurishga qo'ymaganingizda, o'zingizni yaxshi ko'rgan odam yonidagi insonni sevadi. Chunki o'zini sevishni biladi, sevish his tuyg'usini biladi. Sevish his tuyg'usini bilgan odamgina yonidagi odamni sevoladi. Olamni sevoladi. Umuman bolalarni sevoladi. O'zi rivojlanayotgan odam atrofini rivojlantira oladi. O'zidan bunaqa narsa ekanda, ko'pchilik bilimga kirganda adashadigan yo'li, ozgina bilim olgandan keyin men bu bilimni tarqatishim kerak ekan. Hamma shu ozgina olgan bilimni tarqatishga shoshilar ekan. Yo'q, aslida biz bilim olishimiz kerak ekan, o'zimiz o'sishimiz kerak ekan. Bizani o'sishimiz orqali atrof muhit bizani energiyamizni, bizani yonimizda o'zi o'sar ekan. O'sha samo собой biz mana energiyamni tarqatib yuraveradi. Misol uchun, mana siz bilan gaplashaman, boshqa odam bilan gaplashaman. Xo'j, ikki og'iz gapimizda biz bir-birimiz bilan energiya almashamiz. Men sizga qanaqa energiya berdim, siz menga qanaqa energiya berdingiz, bo'ldi, o'sha energiya bilan to'yindik biz. Shu orqali o'sish bo'laverar ekan. Qachon berish kerak ekan, qachon o'zida to'lib toshganida berish kerak ekan. Berish kerak emas, o'zida shunaqa to'lib toshib ketadi haqiqatda. Bir xillar shunaqa gapirgilarim kelib ketadi. O'zim yaqinlarim bor, gruppamiz bor. Mana qilganda, mana qilganda, mana anglab qoldim, mana qilganda shunaqa to'lib toshib gapirasiz o'sha vaqtda, ana o'sha asl bilim bo'lib chiqadi. Bu narsalarni men endi o'zim izbirinimga tashlashni boshlayapman. O'sha boshqa odam bilan emasda, o'zim izbirinimga tashlashni boshlayapman. Shunaqa to'lib toshgan, patok ulanib energiya kelgan paytda anglashlarimni shunaqa bo'lishib olaman. Ayniqsa kechqurun uxlashga yotganda bunaqa uyg'onmassiz ham, uxlab ham qolmagan bo'lasiz-ku, o'rtasi bo'ladi. Ertalab uyg'onayotganingiz, ana o'sha paytda shunaqa quyilib keladi. Anglash zo'r keladi bu paytda. Chunki miya hali oxirigacha yo'qolmasdi, programmaga kirib ketmagan. O'sha paytda, lekin bu orqali o'sha asl bilimga baribir ulanib bo'lasiz. O'sha bu odamga o'sha mana bunaqa narsa tushundimda hozir. Buni sakralniy geometri chizgandan keyin sizga asl nima kerakligini siz aniq bilasiz. Mana masalan, hozir siz mana maqsad qo'yaman desam, maqsadim yo'q endi, qarasa rostdan chizadigan maqsadim yo'q. Keyin o'yladim, oldin shuncha maqsadlarim nega yo'q qoldi desam, hammanikini ko'chirib olgan ekanman-da. Уже ulardan mazza qilmayapman-da, siz. Demak, bu asl meniki emas-ku. Maqsad qo'yamiz, qo'rqoq orqali ham maqsad qo'yamiz. Misol uchun, voy, uy masalasini olaylik. Hammada uy bo'lishi kerak, uy bo'lishi kerak. Uyga katta pul tiqadi. Keyin yana necha yil u uyga nima qiladi deb bo'ldi, uy qolib ketadi shu bilan odamlar, to'g'rimi? Olib keta olmaydi uyga. Lekin bir umr o'sha uy uchun harakat qilib, yemasdan, ichmasdan, kiymasdan, putешествие qilmasdan o'sha uyga tiqqan bo'ladi. Aslida bu hayotni chiroyliligini ko'rmagan. Bu hayot chiroyliligini ko'rmaslik nima degani? Noshukrlik emasmi bu ham? Aslida mol dunyoga berilib ketish emasmi bu ham? Bu nima orqali? Bu qo'rquv orqali bo'ladi-ku. Ertaga men uysiz qolib ketsam yoki bolalarim uysiz qolib ketishi, bu ishonchsizlik emasmi bu? Ertaga ham Alloh bor-ku, Allohdan so'rasa har doim beradi-ku. Yoki bolalarda Alloh yo'qmi? Bolalarda ham Alloh bor. Hammani o'zining Allohi bor-da. Hamma uchun Alloh bor birdek. Hamma o'zi uchun so'rash biladi, hamma o'zi uchun gaplasha oladi, suhbat qura oladi. Bu narsa ko'p maqsadlarimiz qo'rquv orqali kelgan maqsadlar bizda. Hozir gapingizdan bitta narsani ham tushundim. Demak, biz farzandlarimizga ham shunaqa tushuntirishimiz kerak ekanki, sen so'ra. Masalan, men emas, Xudo beradi. Men orqalimi, kimdir orqali baribir keladi senga. Что ishonib yashayman, menga ishonma. Men beradigan narsalar bu men berganim, lekin yana ko'prog'ini olishim mumkin deb tushuntirish kerak. Ota-onaning o'z вообще vazifasi bolasini, farzandlarini ota-onasiz yashay oladigan qilib katta qilish. Ota-onaga suyanmaslik aslida o'zi bizning vazifamizni. Mana ularni faqat shu mana o'zi qila olmaydigan ishlarni qilib turish. Nimaga 18 yoshgacha deyiladi? 18 yoshda u o'sha butunlay rivojlanib bo'lgan bo'ladi. Lekin 2-3 yoshda biz uni ovqatini qilib beramiz, pampersni almashtiramiz, to'g'rimi? Keyin kattaroq bo'lganda, misol uchun maktabga kuzatamiz, kutib olamiz, faqat u narsani o'zi qila olmaydi. Lekin shu narsani sekin tayyorlab borishga to'g'ri butunlay 18 yoshda butunlay mustaqil bo'lish. Qanaqa qilib mustaqil bo'lish? Suyanchig'ing men emasman.
men bugun bormayman, ertaga yo'q bo'lishim mumkin. Suyanchig'ing emasman, suyanchig'ing erta. Suyanchig'ing men bitta. Har bitta o'ylayotgan biz o'ylaymizki, faqatgina namozda biz so'ra olamiz, 5 mahal namozda duoda so'ra olamiz, lekin aslida 24 soat muloqotda bo'lish qanday? Xohlagan vaqtimizda-ku. Biz anaqa faqat problema bo'lganda eslab qolamiz. Problema bo'lganda eslaymiz, nimadir kerak bo'lganda, muhtoj bo'lganimizda eslaymiz. Lekin 24 soat prosta muloqotda bo'lish-chi? Odamlarga muhtojligingiz qolmaydi. Atrofga muhtojligingiz qolmaydi. Kimdandir so'rashga muhtojligingiz qolmaydi. Kimdandir dardlashishga muhtojligingiz qolmaydi. Bu narsani aynan og'izdan chiqarib ham gapirish shart emas. Ichingizda o'zingiz o'zingiz shunday ichingizda qalbingiz bilan suhbatlashganingiz o'zi hech narsa etmaydi. Men bolalarim har doim shu narsaga o'rgataman, atrofdan shart emas. Даже mendan ham shart emas. Ular haqiqatdan soch hozir 18 yoshli qizim 30 yoshli erkak topgan bilan ko'proq topadi. Aql darajasida ham bilan gaplashsangiz, misol men hozir 40 yoshli bo'lsam, men bilan teppa-teng gaplashadi. Hech ham uni misol uchun yosh bolaga deb gaplashaman. Men bitta teng gaplashadi. o'zi bilan ishlash yana zo'r tarafi bolalarda уже etap tezroq ketadi, rost. Bolalarni birinchidan buzmaysiz. Уже programma kirgizmaysiz. O'zingiz bilan ishlaganingizdan keyin siz ota-onadan olgan programmani kirgizmaysiz. Elementarni o'tda yana qo'rquv bo'lmaydi. Nimadir qilaman desam, qila olmaysan deysiz. Yonda turasiz. Davay qilma, поддержка deysiz. Yesichu men borman, davay. Alloh bor, Alloh bilan gaplashsang yesichu deysiz. Sen so'ra bo'ladi, o'xshaydi deyman. Ularda o'sha qo'rquvni yechasiz. O'zingizdagi programma misol uchun ong ostisini musirlashga o'rgatmaymiz. Musirlanmaganni o'zi o'sha zararni ham yutug'imiz. Bergan foydamiz. Da, o'sha musirlamaganimiz o'z katta foydali. U yog'iga ular o'sha o'z bola misol uchun tug'ilgandan keyin qalbida yashayotgan bola bo'ladi. O'sha Allohga yaqin-ku. Mana 10 yoshli o'g'lim borda, ko'rsangiz, vashshi puldan qo'rqmaydi. Katta pulni birdan ishlatib olishga ham qo'rqmaydi. Yo'q, puldan ham bor pulga soladi-da. Qolaman. Unda anaqa yo'q, uyati yo'q. To'g'ri mana shu. Uyat совсем yo'q, ishonasizmi? Qolaman-da. Mazza qilib yeb ichib olish mumkin, ertagina topish mumkin. Mana shunaqa yashash. Bu narsani men uchun ko'raman. Keyin bilasizmi, men shu bilimlarni anaqa qilgandan keyin uyalmay qo'ydim. Oldin, vosh bolamni bolamni uyat deb o'ylardim-da. Oldinga olganimda shu oldim. Voy sharmanda qanaqa bola tarbiya qilman. Hozir молодец, bu o'yin. U o'zini talantlarini ochyapti. Butun shunaqa ish qilmaydi-yu. Молодец, bu hozir o'tmoqchi bo'lgan o'qitdan hozir o'tyapti deyman-da. Mana qarayman o'zim. O'sha mana ko'ryapsiz, musirlamayapsiz, bolani ong ostini kirlamayapsiz. Voy u bunaqa, bu bunaqa deb. Hozir meni o'zim bilasizmi, oldin nima orzu niyat qilardim. Bolalarim qanaqa anaqasi bo'lsa, o'tish kerak bo'lgan darslar bo'lsa, meni oldimda o'tib derdim-da. Har qattiq meni oldimda o'tyapti deb ko'rsangiz-da, ularga qarab turib bir tarafdan agar ona roliga kirgan bo'lsam deb переживать qilishim kerak, lekin men uning darsligini ko'p turaman. Shu darajada menga o'sha tarafi oson bo'ladiki, darsligini ko'p turaman, unga ham ona sifatida emasda, dars olayotgan o'quvchi sifatida gaplashaman u bilan. O'tib hozir senda shunaqa bo'ldimi? Значит, men bunaqa deb nimalardir tushuntirganimda, u ham hech qaysi o'sha menda bolam problema degan so'zni bilmaydi, problemaga kirmaydi. Qanaqadir nimadir ko'lab o'tirmaydi. Qaysidir vaziyat bo'ladigan bo'lsa, oson yengil chiqib ketaveradi vaziyatdan. O'tirib, bu narsani 2-3 kun nima deydi, xafa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Hozir o'sha narsa bo'ldi, hozir ta'sir qilishi mumkin, hozir darsni olish mumkin. Lekin 2-3 soatdan keyin yoki misol azmi vaqt o'tgandan keyin gaplashsangiz, bo'ldi o'sha o'tib ketgan bo'ladi. O'sha tushunib bo'lgan bo'ladi, anglab bo'lgan bo'ladi. Mana shunaqa edi, shuning uchun shunaqa bo'ldi deb o'sha bo'ldi, anglab bo'lgan bo'ladi. O'sha ular ham mana shunaqa ongda. Siz ishlaganingizdan orqasida. Bir xillarda ular даже mendan teparoq deb ko'raman. Не то что mendan teparoq deb ko'raman. Men ko'pincha misol uchun o'g'illarimdan, qizlarimdan men dars olaman ko'pincha. Ularga qarab turaman-da, hayron qolaman, qanaqa darajada bular oson qabul qilishyapti. Qanaqa darajada oson anglashyapti. Bular uchun oddiy holatda biz yillar davomida kelayotgan bilimlarimizni ularga o'zi shunaqa hayotda. O'shanga onani rivoji men uchun butun oilani rivoji. Misol uchun ona sog'lom, bola sog'lom deb aytiladi-yu. Xo'p, ayol kishining rivoji erkakni pullariga qanaqa ta'sir qiladi? Masalan, bilasiz, o'zimda bu payt bo'lgan, men agar yaxshi pul topsam, erimniki yopilib qoladi yoki erim ketib qoladi, endi rivojlanib ketsa yoki yana bir nima hammada har xil endi o'zgarishi borda. Qanaqa ta'sir qiladi? Ayol rivoji nimaga muhim va erkakga qanaqa ta'sir qiladi? Erkak kishi ham ishlash shartmi? Обязательно. Erkak kishi baravar rivojlanmasa, u ajrashib qoladigan bo'lib keladi.
yo'q mana shunaqa Agar- sakralni geometrik Katta yo'q. Erkak kishini rivoji ko'chada. Erkak kishini agar ahamiyat bersangiz, ayollar psixologga borib rivojlanadi, lekin erkak kishilar уже rivojlangan bo'ladi. Chunki ular ko'chada dars oladi. Ayol kishi misol 4 ta devor orasida o'tiradi, qayerdan bo'lsa rivoj olsin. Edi shu rivoj oladi, qanaqa qilib rivoj oladi. Lekin o'sha psixologga borishga to'g'ri keladi. Ayol kishi agar misol uchun muloqoti kam bo'lsa yoki ko'chadan dars olayotgan bo'lsa, erkaklarning ko'chada kuniga nechta odam bilan gaplashadi, qancha vaziyat bo'ladi, qancha stress bo'ladi. Erkak kishini psixologiyasi ham boshqacha yaratilganda, ular stressda o'sadi. Mujistonist testosteron stress olganda o'ladi. Agar uyda o'tirib qolsa, u уже ko'rasiz, ana testosteron tushadi. Bo'lib takoy xafa bo'ladigan, urushqoq erkak aylanadi. Hamma narsaga unda ko'radigan erkak kishiga aylanadi. Erkak kishi uyda o'tirib qolsa. Ayol kishi ko'chaga chiqqanida u naborot testosteron oshadi. Unda ham qanday xavfli vaziyatlar bo'ladi. Xavfli vaziyat bu testosteron oshib boradi. Ayol kishi mumkin emas u. Ayol kishiga qanchalik расслабление bo'lsa, u naborot estrogen shunaqa manchi gormoni. U bo'lib takoy, xursand bo'ladigan, spokойный holatda bo'ladi. Masalan, ko'chada ishlagan ayollar ham bor. Ular qanaqa qilsin? Balansi. Ularni balansi agar murskoy ishda ishlagan bo'lsa, ish almashtirish. Chunki baribir misol uchun murskoy ishlar bor, bu fizik mehnat bor. Fizik mehnat ayol kishi to'g'ri kelmaydi. Stroykada ishlashi mumkin, qanaqadir fizik mehnat qiladigan bo'ladi. U tana bilan mehnat qiladigan bo'ladi. Unaqasida ayol kishiga to'g'ri kelmaydi umuman tana bilan mehnat qilish. O'shaning uchun bizda bu moddiy dunyomizda erkak kishilarni bizdan kuchli deb qo'yishibdi. Kuchliki ular fiziki kuchliroq, lekin energetik ayolda kuchliroq. Nima ayol kishini har bitta o'y fikri erkak kishini boshqara oladi. Ayol kishi o'zini o'y fikri bilan erkak kishini boshqara oladi. Bo'yin deymiz. Ayol kishi bo'yin. Nimaga ayol kishi bo'yin? Da, erkak kishi bosh bo'lsa, ayol kishi bo'yin. Nimaga? Ayol kishini energiyasi bilan. Energiya deganda o'y xayol degan. O'y xayoli nimaga ketsa, erim yaxshi desa, eri haqida yaxshi fikr bildirib, eriga nima deydi? Yaxshi o'xot qilib. Dushi bu. Bu rolning darajasida emas. Kimdadir misol uchun o'tma hozir agar erimga podxod qilib turkchilik bo'ladi ayolida. U turkchilik o'tmaydi. Lekin men uchun hech qachon turkchilik tan olmaganman. Как бы o'tmaydi deb hisoblayman. Tan olish emas, o'tmaydi. Dushi. Kiyimiga qarash, osh-ovqatiga qarash, o'ziga yaxshi muomala qilish, xabar olish, ikkalasi baravar bo'lsa er xotin. Baravar qanaqa ma'noda? Maqsadlari, hayotda yurishi, ongi, hammasi baravar bo'ladigan bo'lsa, u yerda teng energiya almashuv bo'ladi. Erkak kishi уже pul bilan sizni ko'madi o'zi. Sizni ko'chaga chiqib ishlashingizga to'g'ri kelmaydi agar energiya obmen bir xil bo'ladigan bo'lsa. Bir xil ayollar bor, energiyani kam beradi, kam pul olayotganiga jalba qiladi. Lekin hatto o'zida energiyasi kam bo'ladi. U ayol energiyani prosta oshirish kerak. Energiyani qanaqa oshiradi? O'ziga yoqadigan ish qiladi. Demak, nimadan energiya olsa, nimadan mazza qilsa. Ishlaganda ham mazza qiladigan ishni ishlash, energiya beradi. O'zi mazza qilib, misol uchun kimdir gul yasaydida, o'sha gul yasayotganda mazza qilib gul yasaydi. O'sha gulni ko'rganda, yasalgan gulni ko'rganda mazza qiladi. Ana o'shanda o'sha energiya oladi. Men misol mana bulardan chizgandan keyin, "Voy, shuni men chizaman" deymanga chizayotgan holatimda ham mazza qilaman. Bir xillarda chizayotgan vaqtim o'zida qanaqadir proseslar boshlanadi. O'sha vaqtda o'zida o'sha kimlardir telefon qiladi, kimlardir keladi, nimalardir qanday proseslar boshlanib ketadi. Chizib bo'lgandan keyin bunday qarab turib, "Voy, men shuni chizdimmi?" Keyin uni proseslar boshlanganini ko'rganda, "Voy, shuni proses olib kelyapti" deb energiya olaman. Bir xillarda soch kesaman. Salonga xato ishlamayman, lekin o'zim sochim yoki kimdir sochini kesib, chiroyli qilganda, "Voy" deb mazza qilaman. Mana bu energiya olish. Demak, o'zini mazza qilgan ishi ayolni energiya to'ldiradi. Agar mazza qilmayotgan bo'lsa, sekingina ketsin. Sekin almashtirish. O'sha misol uchun betdan mayli dohod betdan bo'lsa ham, dohodini qilib turib, betdan ozgina o'ziga yoqadigan ish qilib turib, betdan dohodga chiqmasa bo'ladi o'sha. Yoki erkak kishiga ozgina energiya berib turib, betdan o'sha pul olish boshlasa bo'ladi. Erkak kishi moddiyat bilan qaytaradi. Nimaga mana o'zi oilada ham ayol kishi boqmaydi, erkak kishi boqadi. Chunki biz energiya beruvchi hisoblanamiz. Erkak kishi bizga u energiyani moddiyat bilan qaytaruvchi. Uy bilan, mashina bilan, pul bilan, podarka bilan moddiyat bilan qaytaruvchi.
lekin ayol kishi energiya bilan ancha kuchliroq, erkak kishiga nisbatan energiyasi kuchliroq bo'ladi. Chunki erkak kishini maza qiladigan narsasi ham kam. Ular o'ylagan o'y-xayoli ko'p. Bunaqa deyishadi, anaqa любой narsani ayoli ko'zi bilan ko'radi erkakni. Mana tashqi dunyosini ham masalan Mana bizni tasvirlaymiz-ku, misol uchun mana erkak kishini elementarno putешествиеga ham chiqishga bizachalik xohishi yo'q-da. Biz o'tiramiz, voy Yigitga chiqsak-da, misol uchun men hozir Yigitga borgim keladi. Yigitga chiqsak-da, mana ana piramidalarga borsak, ощущение beramiz, состояние beramiz. O'sha yerda misol uchun qanaqa состояниеda bo'lamiz biz Yigitga chiqsak, piramidani ko'rib, voy piramida shunaqa toshlari bor, uni ko'rsak shunaqa bo'ladi yoki misol Sharmyoqda shunaqa gостиницалар bor, tam bunaqa Turkiyada yursak ham ko'chalari bor, bunaqa deb o'sha holatda biz tasavvurimiz bilan o'zimizda состояние beramiz o'zimizga. Uni energiya orqali erkak kishiga yuqtiramiz. Energiya orqali yetib boradi, u o'sha tasavvurga qoladi. O'shancha keyin yana ham ko'proq anaqa deyiladi. Nima deydi? Erkak kishini anaqa qilish deydi-ku, vдохновлять qilish deydi. Da, вот это вот вдохновение, да? O'zingizni taassurotingiz bilan, ko'zlaringiz bilan uni ko'rsatish. Da, o'zingizni taassurotingiz bilan, o'zingizni состояниеңiz bilan unga o'sha energiyani ko'rsatib berishdi. Shuni vдохновлять qilib, o'shanga yarasha pul topib kelishni boshlaydi. O'shanga yarasha qilishni boshlaydi. Podkastimizdagi men so'ramoqchi bo'lgan savol shu edi. Rahmat aytaman. Anaqa sizlarga ham agar shu sakralniy geometriya haqida yetkazib bera olgan bo'lsak ma'lumot, juda ham xursand bo'lamiz. Kommentlarga yozinglar. Savollar bo'lsa bemalol yozib ketaveringlar. Masalan, mana shu sakralniy geometriyaga qiziqishdi. Shuni siz bilan to'g'ridan-to'g'ri agar mana rostdan ham xohladida, kelib chizsa bo'ladimi siz bilan? Albatta chizsa bo'ladi. Individual darslar o'taman o'zim, birga bir darslik, u ancha kuchliroq ishlaydi. Masalan, gruppovoy ham o'taman, lekin hozir gruppovoylarni ancha kamaytirdim. Chunki bu chizgan kartinalarimni o'zim hayotimda yashab o'tayotgandim. Boya aytganimdek, o'zim opit olayotgandim. Har bittasidan keyin qaysidir urovingga ko'tarib boraman-da. Misol uchun bitta urovingda turgan bo'lsak, mana hozir bitta urovingda turamizda. Biz keyingi urovingga ko'tarilayotganimizda, mana ikkinchi etajga ko'tarilayotganimizda keyingi uroving deylik. U etajni biz polida bo'lib qolamiz. Bu degani biz u xonaning hech narsasini bilmaymiz. Keyingi urovingda men hali hech narsani bilmayman. Ana o'sha paytda men qaysidir payt to'xtatib turaman darslarni. Полностью ikkinchi urovingga to'liq ko'tarilib, mana shu xonani uroving desak, bu xonani o'rganib bo'lganimdan keyin mana bu yerda kartina turibdi, bu yerda divan turibdi, bu yerda shkaf, bu yerda telefon turibdi. O'rganib bo'lganimdan keyin men yana dars berishni boshlayman. Ana o'sha paytda misol uchun gruppovoy darsni beraman, bemalol gruppovoy darsga kelishda ham bo'ladi. Har xil mavzular qo'yaman. O'tdim misol uchun pulga bog'liq, любой men o'zim chizganda, men o'zim chizib, men o'zim o'sha mana mashina hammasini anglab bo'lgan darslarimni beraman. Ana o'sha darsni beraman, o'sha energiyada, o'zim energiyamda. Undan tashqari kimdir individual ishlayman deyish mumkin. Ko'pchiligi individualni qilay, chunki ko'pchilikda gruppovoyda ko'pchilik bo'ladi. Ko'pchilik orasida butunlay o'zingizga kirib olmaysiz. Savol ko'payadi yoki nimadir yashab hayollaringizda yashab o'tayotgan bo'lsangiz, anglab olmaysiz u paytda. Shuning uchun individualga ham bemalol alohida telefon qilib kelsanglar bo'ladi. Telegramda yozganingizda qulayroq anglashlar. Hammasini qoldiraman, xudo xohlasa. Rahmat sizga. Mana shu podkastni olaman deganimda rostdan yonib keldi-da. Siz anaqa aytdingiz-ku, tozalash. Mana shunaqa ham tozalaydigan praktika qilgan paytimda kelib qoldi. Ular davay olamiz deb xursand bo'ldim. Bizni mana shu 2 kundan bir kun kecha gaplashdik, uyushtirib oldik. Kommentlaringlarni kutamiz. Nimalarni angladinglar, nimalarni his qildinglar, hammasini o'zlari bitta-bitta o'qib chiqadilar. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat, sizga ham rahmat. Ko'rishguncha.